Iye, ha, sevishganlar. Biz sevishgan emasmiz. Yo'q. Hozircha. Ay, yo'q. Keyinchalik ham. Yo'q. Bo'ldi qilgan. Bu qishani endi qachon o'g'irlaysizlar? Men senga отчет bermayman. Hali ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kirsam bo'ladimi? Keling xizmat. Men yangi o'quvchiman. Hasiljon va Mahliyo. Ha, o'sha yangi talabasiz siz, a? Marhamat, Anubol oldiga o'tirishingiz mumkin. Aha, xo'p, rahmat. Rahmatjon. Mahliyo, Nabi deb chaqirishadi. Darsdan keyin tanishasizlar. Qizlar bilan qo'l berib tanishadigan bo'lib qoldingizmi? Rashq olsanmi? Bizda do'stmiz-ku. Do'stlikda rashq bo'lmaydi. Naborot bir-biriga baxt tilaydi. Bu ham do'stona rashq deyiladi, между прочим. Jamoa yig'moqchiman degan. Ha. Bularni hammasini tegtugi bilan yo'qotib olmoqchiman. Bu ish sen o'ylaganchalik oson emas. Bilaman. Qiyin. Lekin imkonsiz degani emas u. O'shanga yordamingiz kerak. Sen nima deysan? Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Meni bu ishlarga aralashtirmanglar. Bu yerga sizni hurmatingiz deb keldim. Boshqa gaping yo'qmi? Yo'q. Sizlarga ham maslahatim shu. Bu ishni yig'ishtiringlar. Saman to'g'ri aytyapsiz. Bu ish oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Meni ishim bitta. Vaqtda to'xtashni bilish kerak. Az qayerda o'tiramiz? Ha. Befarosat. İsmingiz chiroyli ekan. Meni ismim Rustam. Hamma tanishgandan xursandman. Manda gaping bormi? To'g'risini aytsam, sizga anchadan burun bir gap aytaman deyman. Hech ayta olmayman-da. Nima gap? O'zi bolalar qayerda? Ahmad, keyin boshqalar. Bolalar bir ish bilan ketgan. Nima gap o'zi? Tez-tez gapir, ichimni qizdirmasdan. Bilasizmi? Sizni sochlaringiz, ko'zlaringiz, gavdangiz, mo'ylovlaringiz menga shunaqa yoqadi. Shuni aytmoqchi edim. Rahmat. Mancha? Sanam yo'qolsa menga. Unda nima qilamiz? Nimani?
Obbo. Sevishamizmi? Men hozir 5 daqiqada kelaman. Qayerga? Hozir kelaman. Xo'p, faqat tezroq keling. Sog'inib qolaman. Rahmatjon sanmi? Chiqaver bilib bo'ldim. Rahmatjonni boshqa joydan topasan. Yetadi. Kechirasiz. İsmingiz Befarasat edi, adashmasam? Eshitaman. Ha, auditoriyada narsiz qolib ketibdi. Voy, rahmat. Yo'qotib qo'ydim deb rosa xafa bo'ldim. Rahmat Arziydi. kattakon. Yaxshi dam oling. Xo'p. Aytgancha, ismim Nabi. Nabiy? Befarasat chiroyliroq edi. Кто будет срываться вновь, и знаешь, тогда я хотел. Qo'lga tushdingmi? Ne? Men sendan qochib yurmadim. Senga o'xshagan xezal emasman, qochib yuradim. Tushunmadim. Shirin tug'ilgan kuniga nima sovg'a qilsam ekan, a? Nima, sevgan odaming nima yaxshi ko'rishini bilmaysanmi? Bilaman. Nima ekan? Men yo'naga qarama. Baribir aytmayman. O'zing storiesida ko'ra olasan. Ko'ramiz. Aytgancha, Samandar bilan gaplashmadingmi? Yo'q, Nimaga yaqin o'rtoq edilar-ku? o'rtog'im, lekin ozgina tortishib qoldik. Nimaga? Ha, qo'yur, o'zimizdan tema. Ana urushayotgan Rustammi? Rahmatjon, to'xta, aralashma. Ketdik. Sizlar bilan hali gaplashamiz. Alo. Eshitaman? Agar unga nimadir bo'lsa, hammangni o'ldiraman. To'xta. Men ham boraman. Sani ish emas, aralashma. Bu ham seni ish emas, aralashding-ku. Men ham boraman. Aralashma. Men o'zimni tema. Rahmatjon! Jekchanga telefon qil. O'rtoq kerak bo'lsa olib ketsin. Bu yo'lga bir o'zing borsang seni sog' qo'yishmaydi. U meni eng yaqin og'aynim. U uchun o'lishga ham tayyorman. Hozir hissiyotga beriladigan payt emas, aql bilan o'ylash kerak. Shunaqa jim o'tiraveramizmi? Biz o'ylab o'tirgancha uni o'ldirishsa-chi? Yo'q. Unaqa qilishmaydi. Ularga saman emas, sen keraksan. Shu uchun bu yog'ini menga qo'yib ber. O'zim hal qilaman. Bor suvga chiqib kel. Bor, o'zing chiqib kel, men nima chiqib kelaman? Kichkinasini chiqib kel, bor. 1 yoshmi? Chiqmayman.
Chiqib ket. Kezin so'ziki. Bo'l, davay. Don, ziki. Bor, hayda. Mamnun turibsizmi, emas chiqing. Bor chiqib kelgin, maynavozchilik qilma. Yo'q, chiqmayman. Я очень их люблю. Они решают многое, за них я многое куплю. Любую брешь в кармане с помощью наличных залеплю. Hindistonni shahzodasi Sen bilan hozir gaplashsak bo'ladimi? Пришло время платить налоги, распрягаться нечем, что за ерунда. o'tirlaring. O'zimizdan Hindiston qalay ekan? Yomon ana. Shohruxxon salom aytib Qiynalmadingmi ovqatlari? Ovqatini gapirma. Baribir O'zbekistonda ovqatiga yetmaydi. Bu san ish haqqing. Qoyil qassobni ham o'ldirib yubording. Ishimiz shu. Shu qo'yin bo'ldi. Xurshidni ishi nima bo'ldi? Xavotir. Ish bitdi. Jekchan qalay? Yuribdi, o'qib. Hech narsani xitlamadimi? Yo'q. Ishonaver. U chizgan chizig'imdan chiqmaydi. Istasam oyog'ing ostiga olib keladi.